Kichkina ittifoqdan uchastka sotiladi 945 sotuvlik. Hozir sizlarga 3 ta yaxshi tarafini aytaman. Uchastkamizning fasadi 20 metrdan oshiqroq. 9,5 sotuvlik uchastka. Fasadlari korobka holatligiga qaramanglar. Odam yashab turgan uchastka. Remontlari ham ichkarilari o'rta holatda qilingan, tomlari ham yopilgan. Yer hisobida berib yuryaptilar. Ittifoq bozorchasigacha 1 kilometr, Qalkinika yaqinida joylashgan. Magazinlar birinchi maktabga yaqin joyda joylashgan. Mana bu yoq tarafda kiraverishda korobka binolari ham bor ekan. Umumiy hisobda 3 ta katta xonasi bor, oshxona, hammom, tualetlari bor. Orqa tarafida keyin zaxvatga bir 2 sotuvchi joyi bor ekan orqa tarafida. Xonalari ham kattagina qilib qilingan, pashti tayyor holatda. Didillarga qarab abo yopishtirib yuborsanglar bo'ldi. 3 ta podvol bor ekan, mana shu binoyimizdan tegdi, mana baland paltara qilingan. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kanalizatsiya faqat o'ra qilingan tashqariga. Quruvchi odamlarga ham zo'r varianti bor. Mana bu uchastkaga ham yo'lak bilan kiriladi. Agar bu uchastkani egasi bilan kelisha olsanglar, o'zingizlardan 2 metr qochirsanglar, mana bu yerdan katta yo'l tushadi, mana o'rtadagi devorlar bizni tashsa, katta bemalol mashinalar kirib chiqadigan yo'l bo'ladi. Keyin bu yoq tarafga qaratib, bemalol bu yerga 10 ta uchastka solsanglar bo'ladi. Bu uchastkamizga yer narxida hisoblab 153 ming narx qo'yildi. Egalari nomerlarini qoldiraman, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi, rasmlari telegramimda bo'ladi.